Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan 6 sinf qadimgi dunyo tarixi darsligining navbatdagi mavzusi Yunon fors urushlari va Makedoniyaning Yunonistonni bosib olishi haqida gaplashamiz. Mavzuimiz ikkita qismdan iborat. Birinchi qismi Yunon fors urushlari haqida, ikkinchi qismi Makedoniya davlatining Yunonistonga bostirib kirishi haqida. Tayyor bo'lsangiz, demak, birinchi qismini boshlaymiz. Yunon fors urushlari. Miloddan avvalgi 5-asr boshlarida Yunonistonga forslar tahdid sola boshladi. Ya'ni bosib olamiz dedi. Esinglarda bo'lsa, Hamoniylar mavzusida ham bu haqida gaplashganmiz. Unda aytilishicha, Yunon fors urushlarining sababi fors hukmdori bo'lgan Doro I-ning Kichik Osiyodagi Yunon shahar davlatlarini bosib olishi va Bolqon yarim orolining sharqidagi Frakiyani egallab olishi Yunon fors urushlariga sabab bo'lgan deyilgan. Demak, bu yerda faqat sabablardan bittasi ko'rsatilgan, lekin 14-mavzuda esa ikkita sababi ham ko'rsatilgan. Demak, Yunon fors urushlari miloddan avvalgi 490-yildan 449-yilgacha bo'lgan. Birinchi jangi miloddan avvalgi 490-yilda bo'lgan. Attika yarim orolining Marafon tekisligida bo'lgan. Unda Yunon qo'shinlari g'alaba qozonadi. Demak, har bittasining qayerda bo'lganligini eslab qolamiz, qachon bo'lganligini eslab qolamiz va kim g'alaba qozonganligini eslab qolamiz. Demak, birinchi jang miloddan avvalgi 490-yilda Marafon tekisligida bo'lib o'tdi va unda Yunonlar g'alaba qozondi. G'alaba haqidagi xabarni Afinaga yetkazish uchun bitta jangchi rosa yugurganda 42 kilometrga yugurib borib, oxiri g'alaba deb shu zahoti yuragi yorilib jon bergan. Keyinchalik o'sha 42 kilometrga yugurish marafonchi yugurish nomini olgan. Tushunarli? Keyingisi ikkinchi jangiga o'tamiz. Miloddan avvalgi 480-yilda ikkinchi jang bo'lib o'tdi. Unda endi Doro I o'lib qoldi, o'rniga Kserkis, ya'ni Doro Ining o'g'li Kserkis keldi. Ikkinchi jang esa Fermopil darasida bo'ldi. Dara degani tog'lar orasidagi yo'l. Tushunarli? Fermopil nima uchun aynan shu yerda bo'ldi? Sababi bu yer Yunonistonning shimolidan janubiga olib boradigan birdan-bir yo'l edi. Forslar shu yo'l orqali Yunonistonning shimoliy qismi janubiy qismiga bormoqchi edilar va Yunonlar forslarning shu yerdan o'tishini bilib, u yerga pistirma qo'yishadi. Lekin afsuski bitta sotqin chiqib qoladi-da, bu haqida forslarga aytib bergandan keyin Kserkis kemalarga minib Yunonistonni aylanib o'tib, pistirma qo'yganlarning orqa tomonidan hujum qiladi. Natijada bu paytda Yunon qo'shinlarining rahbari Sparta podshosi Leonid bo'lgan. Leonid aytadi, hamma yunonlar chekinsin, faqat spartaliklar chekinmasin dedi. Nega? Sababi spartaliklarning qonun qoidalariga ko'ra ular chekinishi mumkin emas bo'lgan va so'nggi nafaslarigacha jang qilishgan va halok bo'lishgan. Shuning uchun ham bu jangda 300 spartalik jasorati degan nom bilan tarixda qolgan Fermopil jangi. Tushunarli? Xo'p, endi ikkinchi jangda esa forslar g'alaba qozondi. Demak, birinchi jangda Yunonlar, ikkinchi jangda forslar g'alaba qozondi. Endi uchinchisiga o'tamiz. Uchinchi jangimiz miloddan avvalgi 480-yilda bo'ldi. Bu hal qiluvchi dengiz jangi. Demak, dengizda bo'ldi uchinchi jang. Salamin bo'g'ozida bo'lib o'tdi. Bu jangda esa Kserkis floti mag'lubiyatga uchradi va Yunonistonni tark etishga majbur bo'ldi. Demak, uchinchi jangda ham Yunonlar g'olib bo'ldi. To'rtinchi jang miloddan avvalgi 479-yilda bo'ldi. Forslar Afinaga bostirib kirishdi va uni bosib olish uchun. Biroq Plateya yaqinida bo'lib o'tgan jangda forslar qo'shini tor-mor etildi. Natijada miloddan avvalgi 449-yilga kelib urush Yunonlarning to'liq g'alabasi bilan yakunlandi. Demak, yana bir takrorlab o'tamiz. Birinchi jang Marafon past tekisligida bo'ldi. Ikkinchi jang tog'lar orasida bo'ldi. Uchinchi jang dengizda bo'ldi. Tushunarli? Yillari bilan qaraymiz. Endi ikkinchi qismiga o'tamiz, ya'ni Makedoniyaning bostirib kirishi. Xo'p, mana bu gaplar kimga tegishli ekanligini eslab qolinglar. Elladani bosib olish uchun olg'a degan so'z Filip 2 ga tegishli. Ellada fuqarolari Makedonlarga qarshi birlashaylik degan so'z esa Demasfen degan odamga tegishli. Tushunarli? Endi bular kim ekanligini hozir matnning ichida ko'rib chiqamiz. Xo'sh, Yunonlar bir-biri bilan urushayotgan paytida Makedoniya podshosi bo'lgan Filip 2 Yunonlarni bosib olishni ko'zlaydi.
Uning qo'shini suvoriylar va piyodalardan tashkil topgandi. Mana Filip ikkinchining qo'shini. Piyoda qo'shin 16 qatordan iborat falangaga, ya'ni jangovar safga saflanishardi. Falanganing 6-qatoridagi nayza 1-qatoridagi jangchini himoya qilgan. Xo'p, rasmi yo'q ekan, ko'rsatamiz. Bitta rasmi ham bor edi. Bermas ekan. Mayli, hozir chiqsa ko'rsataman. Bu degani 1-qatordagi odamlar nayza ushlash shart emasda. Ular faqat qilich bilan o'sha oldingi hujum qilgan odamlarga qarshilik ko'rsatishgan. Ularni esa boyagi 6-qatorda o'tirganlar uzatib turgan, ushlab turgan nayza himoya qilgan. Mana misol uchun mana bu chiqib turgan nayzalarni 6-qatorda turganlar ushlab turgan. 1-qatordagilar esa nayza ushlamagan, qo'lda qilich bilan mana bunaqa qalqoni bo'lgan. Tushunarli? Endi jang paytida butun falanga zirhlangan temir maxluqotga o'xshab qolardi. Falanga qanotlarini otliqlar himoya qilgan. Shu joylarga qaraysizlar. Endi mashhur notiq Demasfen deyapti mana. Demasfen bu notiq ekan. O'zi bu odam Demasfen duduq odam bo'lgan. Yoshligidan notiq bo'lishni orzu qilgan. O'sha har doim dengiz yoniga borib, dengiz shovqinidan balandroq ovozi chiqishi uchun baqirgan rosa. Va kelajakda mana buyuk bir notiq bo'lib yetishgan. Xo'p, demak shu odam shahar yugurib, birlashaylik deb da'vat qilgan ekan. Faqatgina bitta shahar qo'shilar ekan. Fiva shahri buning da'vatlariga qo'shilib Afina shaharlar ittifoqiga qo'shiladi. Fiva shahri, faqat Fiva shahri. Fiva shahri o'sha bilasizlar Misrda bo'lgan. Endi jang qachon bo'ldi? Miloddan avvalgi 338-yilda Yunonlar va Makedonlarning asosiy kuchlari Xeroniya shahrining Beotiya qismida to'qnashdilar. Bu jangda harbiy hiyla ishlatgan Makedonlar ustunlikni qo'lga oldilar va o'sha Filip II'ning o'g'li bo'lgan Aleksandr qo'mondonlik qilayotgan suvoriylar qo'shini qaqshatqich zarba bergandan keyin Yunonlar tormor etiladi va Makedonlarga qaram bo'lib qoladilar ular. Endi bu mag'lubiyatdan keyin mana bu men aytgan nima. Mana misol uchun mana bu nayzani mana 1-qatordagi askarlar emas, 6-qatordagi askarlar ushlab turgan. 1-qatordagilar esa qo'lida faqat mana bunaqa himoya qalqoni va qilich bo'lgan. Endi Filip ikkinchi o'zini Yunonlarning podshosi deb e'lon qilmaydi. Balki u taklif beradi. Kelinglar dedi, ikkalamiz birlashamizda forslarga qarshi jang qilamiz dedi. Chunki bir vaqtlar forslar sizlarga hujum qilib, sizlarni talagandi. Ana shuning uchun endi o'ch olishinglarga men yordam beraman dedi. Natijada Yunonlar Filip ikkinchini bu taklifiga rozi bo'lishadi. Xo'p, Spartadan tashqari barcha Yunon shahar davlatlari vakillari Karinovga yig'ilishadi. Faqat Sparta kelmaydi. Va ular o'sha birlashib ittifoq tuzamiz degan qarorga kelishdi va bular o'sha yig'ilishda tinch totuv yashash, birinchisi, ikkinchisi o'zaro urushlar olib bormaslik, uchinchisi bir-birining ichki ishlariga aralashmaslikka kelishib olishdi. Mana shu 3 ta narsaga kelishdi. Mana shuni eslab qolinglar. Savol bo'lib tushgan bu. Xo'p, endi Filip ikkinchi o'ldiriladi. Bu o'rtada xoinlarcha o'ldiriladi. O'sha teatrda maza qilib teatr ko'rib turgan paytida kelib pichoqlab ketishadi. Shundan keyin taxtga uning o'g'li Aleksandr o'tiradi. Tushunarli? Demak, bugungi mavzuyimiz mana shu yergacha, mana shulardan iborat. E'tiborlar uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.